Yana ichib keldingizmi? Senga nima? Bitta dona farzand tug'ib bera olmayapsan-ku. Ahvolingni qara. Kundan kunga semara xunilashib ketayotganingni qara. Bori, ichaman yana. Bitta farzand tug'ib bera olmadik. Gapirishib o'ylaymi buni? Farzandsizlik tufayli sizni oilangizda ham urush-janjallar, noxushliklar ko'payaptimi? O'zingizni baxtsiz, chorasiz his qilyapsizmi? To'xtang. Balki sizda gormonlarning buzilishi sababli farzand bo'lmayotgandir. Noto'g'ri ovqatlanish, har kungi stresslar, nosog'lom turmush tarzi, ularning barchasi gormonlar balansini buzilishiga sabab bo'ladi. Sizda ham doimiy gormonlarning buzilishi kuzatilayotgan bo'lsa, men sizlarni 5 kunlik bepul challenge'imga taklif etaman. Challenge'da qatnashib, organizmingizni muvozanatini va gormonlar balansini to'g'irlashga sababchi bo'ling. Qatnashish uchun 5 raqamini yozib qoldiring.